Assalomu alaykum, Tayfunuz kanalining kuzatuvchilari. Bugungi mana shu ko'rib turgan drabilkalarimiz Samarqand Oqtepa mol bozoriga, ya'ni sotuvga chiqib ketyapti. Narxini bo'lsa videoni oxirida aytamiz. Ungacha videoga like bosib esdan chiqmasin. Xo'p, drabilkalarimiz akalar universal bo'ladi. 3 kilovatdan 6,5 kilovatgacha alyuminli yoki misli motorlari bo'ladi. Motoriga qarab narxlari ham shunga qarab farq qiladi. Xo'p, xohlasanglar shunaqa zeleniy sveti bo'ladi, xohlasanglar sariq sveti bo'ladi. Hozir bu drabilkalarimiz o'sha Samarqandlik aka-ukalarimiz bilishadi. Oqtepa mol bozori bor, ana shu yerga sotuvga chiqib ketyapti. Xo'p, mana shu oshnamizda bo'ladi. Ekranda ko'rib turgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring, dastavkalarini O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Narxi ham shu motoriga qarab farq qiladi. Ya'ni 3 kilovatlik alyuminli motorimiz bor, 6,5 kilovatli alyumin motorimiz bor, 6,5 kilovatli misli motorimiz bor. Farqlari bo'lsa, mana bu 3 kilovatli drabilkamiz mahaviga yengilroq bo'ladi. Ekranda ko'rinayotgan bo'lsa, mana shunaqa yuqoriroq bo'ladi. Bunimiz bo'lsa, mana 6,5 kilovatli misli motorimiz mahaviga kattaroq bo'ladi. Hammasini pichog'i deyarli bir xil 20 tadan bo'ladi. Farqi buni motori 24 kiloli 6,5 kilovatli misli motor bo'ladi. Bunisi bo'lsa 3 kilovatli alyumin motor 17-18 kilo atrofida chiqadi kilogrammi. Pichoqlari 20 tadan bo'ladi, mahaviga yengilroq bo'ladi. Narxi ham shunga qarab farq qiladi. Narxi bo'lsa 3 kilovatli alyumin motorimiz narxi 2,5 million so'm, 6,5 kilovatli alyumin motorimiz narxi 3 million so'm va 6,5 kilovatli misli motorimiz narxi 3,5 million so'm. Kerak bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz yoki Samarqandlik aka-ukalarimiz bo'lsa, Oqtepa mol bozorida o'sha yerda sotuvda bo'ladi yoki ertasi kuni Dehqon bozorida ham sotuvda bo'ladi. Bemalol ana shu yerga borib, tekshirib o'sha yerdan sotib olsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarini yetkazib beraveramiz. Akalar, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib ketaverasizlar. Yangiliklarimiz hali oldinda. Sog' bo'linglar.